Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Kamina Xamirqulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda internet madaniyati va huquqiy javobgarlik, raqamli makonda haqorat va kiberbullying muammosi haqida gaplashamiz. Bemalol joylashib o'tiring. Qani unda biz boshladik. So'nggi yillarda O'zbekiston jamiyati tezkor raqamli transformatsiya bosqichini boshdan kechirmoqda. Mobil internetning butun mamlakat bo'ylab keng tarqalishi natijasida internetda endi faqat texnologik vosita emas, balki ijtimoiy munosabatlar, obro', e'tibor va jamoatchilik fikri shakllanadigan muhitga aylandi. Biroq bu jarayon bilan jiddiy muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Xususan 2024-yildan 2026-yillar davomida internet tarmog'ida shaxsni sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuz qilish bilan bog'liq huquqbuzarliklar keskin oshib bormoqda. Anonimlik hissi va yuzma-yuz muloqotning yo'qligi ayrim fuqarolarni mas'uliyatsizlik kayfiyatini kuchaytirmoqda. Davlat bu jarayonga befarq qolmagan holda amaldagi qonunchiliklarga muvofiq internet ommaviy axborot vositasi sifatida e'tirof etildi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda va messenjerlarda bildirilgan fikrlar ham ommaviy huquqiy baholanishni anglatadi. Huquqiy javobgarlikni belgilovchi asosiy iqtisodiy ko'rsatish bazaviy hisoblash miqdori bo'lib, u 412 ming so'm etib belgilangan. Internetda haqorat qilgan shaxs esa 20 barobardan 40 barobargacha bazaviy hisoblash miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu pul esa 8 million so'mdan 16 million so'mgacha ushbu mablag'ni to'lash majburiy etiladi. Agar ushbu huquqbuzarlik takroran sodir etilsa yoki ommaviy chat kanallarda amalga oshirilsa, jinoiy javobgarlik yuzaga keladi. Bunday holatlarda jarima miqdori yuzlab, millionlab so'mgacha yetishi mumkin. Ozodlikdan mahrum qilish ham qo'llanilsa-da, sudlanganlikning o'zi fuqaro uchun jiddiy ijtimoiy va huquqiy oqibatlarga olib keladi. Alohida e'tibor axborot resurslari egalari, blogerlar va kanal administratsiyalariga qaratilgan. Ular o'z sahifalarida joylashtirilgan va izohlarda qoldirilgan kontent uchun javobgar hisoblanadi. Shu sababli ko'plab axborot resurslari izohlarni cheklash yoki avtomatik nazorat tizimlaridan foydalanishga majbur bo'lishmoqda. 2026-yildan boshlab sun'iy intellekt texnologiyalaridan noqonuniy foydalanish ham alohida tartibga solinmoqda. Xususan deepfake texnologiyalari orqali shaxsni yuzi yoki ovozini soxtalashtirish, uni shantaj yoki kamsitish maqsadida tarqatish qat'iy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bunday holatlarda jarima bilan birgalikda huquqbuzarlikda foydalangan texnik vositalar ham musodara qilinadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, Telegram kabi platformalarda axborot juda tez tarqaladi. Shu bilan birga xabarni o'chirish imkoniyati dalillarni yo'qotishga olib kelmoqda. Natijada jabrlanuvchilar huquqlarini himoya qilish uchun qo'shimcha moliyaviy xarajatlarga, jumladan notarial tasdiqlash jarayonlariga majbur bo'lishmoqda. Jamiyatning madaniy xususiyatlarini hisobga olganda, ommaviy haqorat O'zbekistonda ayniqsa og'riqlik qabul qilinadi. Bu holatlar nafaqat shaxsga, balki uning oilasi va ijtimoiy muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng ko'p zarar ko'rayotgan qatlamlardan biri ayollar, ayniqsa yosh kelinlardir. Xulosa qilib aytganda, davlat raqamli makonda qat'iy huquqiy va iqtisodiy nazorat yo'lini tanladi. Katta miqdordagi jarimalar va javobgarlik choralarini kuchaytirilishi internetdagi tajovuzkor xatti-harakatlarni jilovlashga qaratilgan. Jamiyat esa asta-sekin bir haqiqatni anglab yetmoqda. Internet erkinlik bilan birga yuqori darajadagi mas'uliyatni ham talab etadi. Siz bu xabarlar bo'yicha qanday fikrdasiz? Internetdagi xatti-harakatlaringiz qanday? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Shaxsan Uzbom TV tomoshabinlari ham bu qonuniy qoidalarni bilib olishlari kerak deb o'ylayman. Oxirgi xabarlarni Play Market va App Store orqali Uzbom TV ilovamizdan yuklab oling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.